Dadamdan anlasam, siz şirketin işleri tas yetişemey yurtibsiz. Şuna ben sizga yordamlashgudakman. Shunda bo'lgandan keyin ben yordam qildigan ishdi. Ben bunda almasam, meni yo'lab pastga kelib chiqib qo'yardingiz. Hay, hech bo'lmadi degani bayam degan planlaringiz bir yezib chiqsangiz shundan qarta direktor bilan mening tasdiqimdan o'tgandan shu ishlarni qilsangizmi bo'ldi emasmi? Bir şirketning direktorining o'g'li qanchalik bola kelyapti? Voy o'zing ushbu ishxonam yo'q bola ekansan-ku texa. Senin qo'lingdan odam qo'rqitish, qizlar po'xirlik qilishdan boshqa nima ish keldi seni? Voy mening qo'limda bir yanasan-ku. Ha, men shu. Ay chiqay adashma. Ya kelmaydi. Chiqar mana. Sizning kim bo'lishingizga qat'iy nazar men sizga deb qo'yay. O'g'limni yiroqroq turing. Biz ko'rdigan kuningizni ko'rsatma. Nima deysan? Men senga Shahida deb bir qiz bor. Shuni tanishtirma. Uning bo'y turqi, hamma tarafi o'qigan sangi shunchalik maskilligi bilan meni gapimni kira ash qizlarni olsa-chimi? Voy, buncha pul qashligidek nima lozim sizga? Siz lozim. Siz ham 500 qo'yib pulingizni setib olayman deb o'ylab qopsizda. Uxlamay tush ko'ribsiz. Adama qizingiz ko'p kunduzi do'konni taqab, o'g'illar bilan tamoqqa mangdi. Do'kon taqaldi. Qavada o'pdilar, juma. Voy. Nima ish qilyotgan? Qanday bo'lganmi 1,5 soat tash so'qshamdoq. Ma qandaysa ballar xabar qilib yarim soat qishda Echirxon kelsin, ha? Men yarim soat qish borman. Haqa xo'sh. Chiqib bulanmaysan G'obek. Voy shu do'stlarim bilan tomoq yeyotgan. Yamanbek aldiratdingiz. Yana birazini ozdirib-o'tsadinglar bu yerda. Hay menga. Hey, bu da nəhayət çox mühim işdən birisi var, qılamsa? Qalay? Qara, mən telefonunğa bir adresini əvətib qoydum. Ətə mən degan vaqtın özündə aşağı berib, mən degan boyunca işni pakiz bitirib bəsən, səni yaxşı razı. Onunduğu çataq yox. Lakin mən hazırca sizni bir iş qıldırıb pulunu verməy vaxtımma, hə? Qara, maqtim iş, nəhayət çoğ iş. Bunu mən degəndə yaxşı bitirib bəsən, burunqıda yaxşıraq razı qılıma. Qanda? Pekala. Qara, sən xalqның tamaqını bunda yeyəmə. Ətəgən məçiraylıq gələnə tejib çıxmısan, hə? Hay, şans qılın. İşlərini mən degən boyunca bitdi. Düşəndən? Hey Shahida. Voy, siz bu yerga kelib qopsiz-ku. Rifatga telefon bersan faqat ammada uni shirkatimda bizlab kelgandim. Ha, Rifat 1 soatdan oldin tex sirtga chiqib ketgan. Ha, o'zi yolg'izmi? O'zi yolg'iz a. Siz jo'nag mangdingiz? Men sho'x deb qoldim emasmi? Uyga tomoq qilgandim. Ha, birga tomoq yebgan mamdoq. Voy bo'ldi, rahmat. Nimga rahmat deysiz, tomoq yemay turib. Chirg'an moto bilan keldim, yana kelib qo'yma. Mening 1,5 yarimdimi ya? Voy yo'q, undoq emas, xato tushunib qoldingiz. Ha, hamsa tomoq yegash birga paranglashaylik. Menmi yolg'iz, sizmi yolg'iz? Bunda bo'lsa odamni ichib pishib qoldik-ya. Voy, nimda toq-tuqqa qilsiz, bo'pti, ko'nglingiz yerda qolsin. Mashinam bo'lgan bo'lsa, oldiga chiqib mangan bo'lardim, lekin moto bo'lsa-mi yaxshi, shamolliq. Bo'ldi, jiran. Qazan acaba qaynamasdı qaldı ya. Ben sizin otunuz için taz köymeye batırdı cuma. Meda otu mu, qazanın otu mu? Siz ot, ben degen qazan. Şunun için ben sizin otunuz pek yalqıncımaya batırdı. Baqara Rifat. Ona 100 qılın qazan bağı, menden qızda 10 turğuz qoysunuz mu qaynaydıqandek emas? Şuna bağı, ben xotna bağı azraqlı küçəytib qoysa, qazan degen ulğuyup bitidi. Eliği 10 qız var ekan, bunda qazanğa bir qız varning ot kerak.
Merhaba. Ben düştük tamak çıqqan. Ensirman. Tamak yapıplı qaytdım mən. Maqul. Xoş. Ey Nergize. Bu çoğunlar biz yaşlarını kaçan mı düşüne? Oy. Əmdə düşəndimdə qolunuz tutquzublu qoyup bulamdı. Bu Rifatçı tutqası bulduğan bala. Siz sebebi çaqası. Vay Dilya. Kilen şeyde. Seni avartılıp koyamız bu. Nerede gapni qilgan hemmimiz o'z odam tursak. He, men bir tunishtirutay. Bu yoq bo'lsa şeyde. Bizning shirkatning boshqaruvchisi, mening dadamning kotibi, mening boshliqim, ha şeyde. Ha, bu yoq bo'lsa Nargiza. Men necha vaqtni qo'g'ilishib, vaslim yetemayotgan qiz bola. Shun oldim qilam o'tag'isi qo'ydim. Oy, siz meni qo'lshatamsiz, men siznimi? Voy, hammamiz o'xshash. Silka qapsiliqo. Telefon qilsam ammiding. Qizlarning zoti qilsam yo'q ekansan, shu yolg'iz ichim siqilib shayda bilan tomoq yegandim. Maoshim o'pdi mana. Sen bir qitimliq tomoq bilan yo'qolib ketmay, mana shaydan pat-pat tomoq chaqiribdi. Shaydan bag'o shirkat ishlab charchidi qara. Ha? Motosun chaqchilus keli vasil ishdan tushsam men beqag'im. Voy, motoning chaqida chatoq yo'q-ku shayda. Dilya, sen bag'o adashma bekor yurayvermay, bizning zavodga kelib ish tushsan olti deyman. Elimi chiqmadi adashmish gapning og'zingdan, ha? Ma gapni. Unda o'z aytlam kelib ishligina unda. Chatoqda shayda. Maylig'i. Ha, vallahi o'tadingmi? Kela. Bu sen kechikib qolding-ku. Mühendislardikidek mashina olmagan ekan, motor bilan keldigan gapimda. Yo'q, 10 moyak o'g'it-o'g'idek qilgan bola qapsil juma. Qanday sizlar yaxshi turdingmi? Yaxshi. Mulozim, ne chaydan 3 stakan. Ha, sencha-da yo'qolib ketding-ku. Yaxshi, yemaman. Nima yolg'iz? Vallahi biz tamoqni o'tda yedi. Osman Nargizani apirib qo'y, qog'ochdan tepilishdi. Bo'ldi, chatoq yo'q. Shayda, jurg'aman sizni shirkatga qilib qo'yay. Men taksito saplam ketaymi-ki? Motorda keldim, jurg'am motorda shamolni qilib qo'yman. Baqlamsa qadi, ha? Baqol, qo'sh. Haylaqchilik qilib yuribsan-da. Mallalmi yana bag'o berdim-a. Ular hozir mangda. Ishlar mening deginim bo'yicha bo'lsin, ha? Ha. Rash bo'lmaganda? Tutum qayilib ketgan o'xshaydi o'zimni. Pek og'rib ketib bordi. Doktorxonaga qo'yaymi ya? Sizdan biror tanishingizmi? Yo'q, asosda tanishimiz. Unda siz tanishqash turing. Meni ishga boradigan vaqtim bo'lib ketdi. Mang'ash turay. Ey shayda. Voycha, tundak og'rib ketib bordi. Bo'pti, men kechki ishxonangizga boray. Umutunda duhoda yumshoq. Nimadan deb tushirasiz? Tutum og'rib jinim aradan qolganda. Qarang, kiyimlarim men bo'lib ketgan. Yazdım moto yaxshi, bir xil shamolliq, ham payzi. O'g'il shu. Ben sarang. Qiz yigit motoni mushtayisi motaydigandek bo'lmamda. To'ljiq kep qilmay yo'lingizga mengab, tutum og'rib aranjinim qolganda. Yana bir ikkini turmizsam saqitdi. Chiqib qolayinda bo'lsin. Ha, mangduq mana mangduq. Ey shayda, motoga patmoqdaksiz, men kechki ishxonangizga boray.
O Dilyar diyesi yok. Qadiye, sen mu Rifat'ın yakın ağaynısı qara. Aş Nergize degan qizvalning zodi qandaq qizval ekanligini bir aniqlab menga bir akbira. Bu sana berilgan bir muhim vazifa bo'lsin, Juma. Uningda chataq yo'q, lekin Rifat bilib qolsa yaxshi bo'lmay qolarmiki? Xotirjam bo'laver, manba. Menga ishni qila, ha? Ma'qul. Namanınız? Neymansan hünkârınız. Yaxşı mən sizin atayın apırıb qoyğu tuldum ya. Apırıp koymuşsuz bizden para alayım. Va unchola qo'pollik qilib ketmang qiram. İmran Necip to'yg'azdingiz meni. Bunda kirishmoqchiman. Ha, men kirisholmayman yo'lingizga. Siz yo'lingizga menga yuringlik, rasmlar taqilib ketib qolsam, inoatingiz ta'sir etib qolmasin. Rifat bilan tushgan rasmlaringiz bor emas menda. Doimo ishlarda ta'kidlamoqchiman. Qarang, bu tahdid emas. Ham o'g'aval degan o'zining so'yginiga erishish uchun har xil amallarni ishlatadi emasmi? Ah, muhabbat. Ah, so'ygi. Gapni anglab mashinaga chiqsin, tugaydi. Ha, mana. Ha, mushunchalik ish emasmi? O qaqshab yurgan ish yo'q, qarang. Yaxshilik qilgan ishlar bo'ldi, xafamanga bo'ldi. Mangma. Ochiqchimni sen oldingmi? Akilay. Ochiqchimni sen oldingmi? Ma. Ey, meni ishtiryapsan sen? Mach qoch. Ma. Og'zimni buzyapmi? Ma, oy, ma. Tata. Ma mashinadan chiqqanman, juma o'tdir. Ochiqish lazimmi, lazım emasmi? Akilay ochiqchimni. Kuzgi. Tishimga oz tag tushandim. Ey. Menga chaqchaq qilyapsan yana. Oy, kimdin? Ochiqish lazimmi, bo'lamiz ketaymi? Voy, oladigan pulni ey. Ha, menga qaysi davr hozir? Xonbo'te, xonbo. Ma'qul. Xonbo atay. Qo'shavishin, taranglashib turamiz. Hozir vishnoni qo'shay. Ertaga 2 butonni bir qo'shiman qo'yman. 200 ha? Mana ko'rib ol 200. Nargiza, muhabbat ekaningizni Rifat davat etdi. Mashina chiqdi? Nemiz chiqdikmi? Ha, rasmlar taqilib ketib qolmisan. Voy, qandaq qilsiz bir qiling a? Sizning qo'lingizdan mushta ishlarda bilak nim kelmoqchidi. Pes. Ya, seriq to'kma, mashinamni ochiq uchun ne qo'ydim? Mashinani oldichoqni mastib qarayapti. Ya, gaqilama mashinani ochiq chiqqani. Ha? Ha, topdingmi? Ma og'zimni buzuytman, mashinadan ochiq chiqqani deyapman. O'ng taraf choqning ostiga qara. Qani? O'ng taraf choqning ostida ochangning yig'li qilamikan? Bunda bo'lsa keyni choqqa qara. Voy, mana men. Bu yerda dadangning beshi olamda. Sol taraf choqning ostiga qara. Ma og'zimga bek ochiq gaplar kavatida o'zingni bilib olibkan, ha? To'xta, telefon kelib qoldi. Ma tutib atqanman, yurgingni chiqirib etaman, degina mashina ochiq nerda? Choqning ostiga qara. Choqning ostida dadangning beshi bormikan bu yerda? Ma o'ttiraydiman, gaqila ochiq chiqqani.
Unda olsa peyçigenning ichiga qara. Ko'zimga ko'rinib qolmajmi? Tangli yuz, chiqoqash. Birayda ko'rib qolib qolsam, eski kiygizini dasigandek dassab ishtiq tashlab berib tushundingmi? So'mkingni o'g'itib qolmay. Manga chaqchaq qilib xatarlik yavlar etishib olding. Ana manangni ko'zingga ko'z tutib tushundingmi? To'xta, yana telefon kelib qoldi. Ha, Qadiya, men sana tapılgan işler qanday olib ketdi? ishlarni siz degan bo'yicha bir taraf qildim. Ha, Nargiza degan qizlar Imron degan guy bilan so'rishib yuribdi emasman. İmron? Ha. Bo'ldi, buni nəhayət yaxşı qıpsa. Ma resimni mening ündarimga avatib at, ha? Bo'ldi, hozir avat.